Kuni kecha muhtaram prezidentimiz Milliy Kengashning korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha kengaytirilgan majlisini o'tkazdilar. Bu majlisda Milliy Kengash vazirliklar, tashkilotlarga korrupsiyaga qarshi kurashish, ularda korrupsion holatlarni oldini olish, aniqlash va ularga chek qo'yish bo'yicha bir qancha vazifalarni belgilab ko'rsatib berdi. Shu yig'ilish muhokamasi maqsadida bugun Sirdaryo suv ta'minoti aksioner jamiyatida Sirdaryo viloyat prokuraturasining mas'ul xodimlari ishtirokida Sirdaryo suv ta'minoti aksionerlik jamiyati xodimlarining o'rtasida korrupsiyaga qarshi kurashish, uni salbiy oqibatlari, korrupsiya rivojlanish kusandasi ekanligi, uning salbiy oqibatlari to'g'risida profilaktik targ'ibot yig'ilishlari, xodimlarga tushunchalar berildi. Bir qancha yo'nalishlar bo'yicha misollar keltirilib, salbiy oqibatlarga olib kelgan holatlar yuzasidan ko'rsatmalar berildi, xodimlarga tushunchalar berildi. Audio Jungle. Audio Jungle.